Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa marhamat Chilonga yana bitta qora panteramizdan o'rnab berdik. Ko'rishingiz mumkin, o'ta go'zal holatda tushdi. Razmerlari 430 ga 230. Jurnalniy stolning razmeri 275 ga 90 bo'ladi. Taburetkasini bitta qo'shib berdik. O'zi 3 ta bo'lardi, yana bitta taburetka qo'shib bering dedi. Hadiyaga degan taburetkamizni ham qo'shib berdik. Shu Qurbon hayit kuni qo'ygan videomizda kim ish zakaz qilsa, Qurbon hayit munosabati bilan bitta taburetga hadiyaga qo'shib beramiz dedik. Shu taburetgadan bitta qo'shib berdik. Qurbon hayitdan keyin uyga borib ko'rishib, mebelni ichlarini, sifatini, hamma yo'g'ini ko'rib zakaz qilishdi. Xonadonimizga borib o'zlari ko'rishib tayyorlab berdik. Ichlari 100% sasna yog'och, pampers purshina, taburetkalari ham mana ko'rishingiz mumkin, o'ta go'zal holatda tushdi. Orqalari ham o'zini materialida. Dekorlari, jurnalniy stollari bir-biriga moslangan. Jurnalniy stolning tepasi ham qora, mebelimizning materiali ham qora, taglari gold, buni ham dekorlari, noshkalari gold holatda bo'lgan. Bolishi ham ikki tomonlama ishlatsanglar bo'laveradi. Olasizlar gold tomonini, olasizlar mana oddiy qilib skromniy qilib qora tomonini qo'yib olsanglar ham bo'laveradi. Kimga qanaqasi yoqsa shunga qarab. Chaklarini ham ko'rishingiz mumkin, o'ta tekis holatda bitgan. Taburetkalarning ham chaklari o'ta tekis bo'lib bitdi. Xudo xolasa, kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, Nur mebelga murojaat qilinglar. Ismim Abdunosir. Nomerlarimizni yozib beramiz. WhatsApp, Telegram, imogacha bor. Telefon qilib aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Bu uyg'alogimizning narxi olib kelib o'rnatib berishlarimiz bilan 5 million 700 ming so'mga tushdi. Bitta taburetga qo'shilgan hisobiga o'zi 3 ta taburetka bilan olganda 5,5 million so'm edi. Bitta taburetga qo'shib berdik 200 ming so'm. Shuni hisobiga 5 million 700 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik, xudo xolasa.